Bugungi kunda eng fojialik kasalliklardan biri, og'ir kechadigan, o'lim bilan yakunlanadigan kasalliklardan biri bu insult. Insult bu bosh miyada qon aylanishini buzilishi bo'lib, mustaqil kasallikka kirmaydi. Bu asorat, ya'ni davolanmagan gipertoniya kasalligi, qandli diabet, ateroskleroz va hokazo kasalliklar natijasida paydo bo'ladigan kasalliklar. Endi dunyoda bugungi kunda har xil olimlarda aytishi bo'yicha 6-8 million odam o'ladi. O'lmasdan qolgan bemorlarda faqatgina 5-10% ishga yaroqli bo'lib qoladi. Qolganlari hammasi ishga yaroqsiz bo'lib qoladi. Endi insult bo'ldi, ma'lum bir vaqt davolandi. Undan keyin nima qiladi? Undan keyin reabilitatsiya qilish kerak. Bizning Toshkent reabilitatsion markazimizda mana shunday apparatlarimiz bor. Bu transkranial magnit simulyatsiya apparati insultlarda juda ham samarali natijalar olishi mumkin. Sizlarni markazimizga taklif etaman va yordam berishga harakat qilamiz.